Oq turna. Oq turna dunyodagi eng go'zal va eng kamyob qushlardan biri hisoblanadi. U o'zining oppoq patlari va uzun oyoqlari bilan tabiatga alohida ko'rk beradi. Bu qush butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida turgan uchib o'tuvchi tur hisoblanadi. Bu degani dunyoda ularning soni juda oz qolgan. Turnalar uchib o'tish vaqtida Keles, Angren daryolarining quyi qismida, Sirdaryo, ya'ni Chinoz shahri yaqinida, Amudaryoning o'rta oqimida, Aydarko'l va Kattaqo'rg'on suv omborlarida uchraydi. Shuningdek, ularni Markaziy Qizilqumning Qozog'iston bilan chegaradosh hududlarida ham uchratish mumkin. Turnalar dunyo bo'ylab G'arbiy va Sharqiy Sibirda in quradi, bola ochadi. Qish mavsumini o'tkazish uchun esa Eron, Hindiston va Xitoyning issiq o'lkalariga uchib ketadilar. Ular uzoq masofalar ustasidirlar. Oq turnalar minglab kilometr masofalarni bosib o'tib, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga ucha oladigan qushlar hisoblanadi. Ularning patlari deyarli butunlay oq bo'ladi. Faqat qanotlarining uchlarida qora rang bor. Tumshug'i va oyoqlari esa qizil rangda bo'ladi. Oq turnalar odamlardan uzoqroq, tinch va suv bosgan maydonlarda yashashni yaxshi ko'radilar.